Kishilar orasida tarixdan beri maqtilib, e'tiborlanib kelgan har qanday millat va jamiyatlarda haq yoki botil dinlarning hammasida o'xshashli tavsiya qilingan. Ilgirki payg'ambarlar va ummatlardimi nihoyat yuqori shuhrat va imtiyoz qozongan. Qur'on Karimda bo'lsa, payg'ambarlar va shahidlar bilan birga bo'lish sifatiga nail qiladigan bir sifat bor. Bu sifatga ega bo'luvchilar Allohning oldida yer qarab qolmaydi. İnsanlar arasida bo'lsa, hijolat bo'lmaydi. Balki her vaqt qaddini tik turib mardona yashaydi va yoki mardona holda Allohning dargohiga safar qiladi. Bu sifat bo'lsa, so'zimiz va amaliyatimizda rostchilikdir. Biz bugun sizlar bilan Qur'on Karim o'ttirib qo'ygan rostchilik sifati haqida paranglashamiz. Rastchilik Qur'on Karimda nihoyat ko'p tilga ilingan sifatlardan biri bo'lib, Allohning sifatidan tortib jannat ahlining sifatlarigacha xilma-xil shaklda tilga ilingan. Ulardan bir qismi tovandikicha. Birinchisi, rastchilik Allohning sifatidir. Alloh taolo Qur'on Karimda Allohu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi va man asdaqu minallohi haditha. Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'q. Alloh shaksiz bo'ladigan qiyomat kunida sizlarni hisob olish uchun mahshargohga jazman yig'idi. Allohdanmi to'g'ri so'zlik kim bor? Ya'ni so'zida, va'dasida Allohdanmi sodiq hech kim yo'q deydi. Bu oyat haqida mufassirlarning imomi Ibn Jarir Tabari rahimahulloh bu oyatning ma'nosi men bergan xabarning rostligini bilinglar ey xaloyiq. Men sizlarni hisob olish uchun qiyomat kuni bir yerga to'playman. Buning rostligida shak qilmanglar. Mendinmi rostchil so'zligichi bormi degan bo'ladi deydi. Demak, rostchilik Rabbimizning eng chong sifatlaridan biri. Ikkinchidan, rostchilik payg'ambarlarning sifatidir. Alloh taolo Qur'on Karimda İbrahim alayhisalom haqida "Vazkur fil kitabi İbrahim innahu kana siddiqan nabiyya." Ey Muhammad alayhisalom, kitobda, ya'ni Qur'onda İbrahim qissasini bayon qilgan. O haqiqatan to'liq rostchil payg'ambar edi degan. Uningdan boshqa İsmoil alayhisalom, İdris alayhisalom va Yusuf alayhisalomlar haqidami ularning nihoyat rostchil insonlar ekanligini o'ttirib qo'ygan. Payg'ambarlarning eng afzali bo'lgan Muhammad alayhisalommi rostchillikda eng yuqori martabaga yetgan bo'lib, Alloh taolo payg'ambar alayhisalomga bu haqda o'zi guvohlik berib, "Va ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha." U payg'ambar o'z nafsi xohishi bo'yicha so'zlamaydi. Faqat onunğa nazil qilingan vahiyni so'zlaydi degan. Uchinchidan, rostchilik haqiqiy mu'minlarning sifatidir. Haqiqiy mu'min so'z qilsa yolg'on aytmaydi, va'dasiga xiloflik qilmaydi. Bu haqda Alloh taolo minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadulloha alayhi faminhum man qada nahbahu va minhum man yantazir va ma baddalu tabdila. Mu'minlarning ichida Allohga bergan ahdini ishga oshirgan nurg'un kishilar bor. Ularning ba'zisi ahdiga vafo qilib shahid bo'ldi. Ba'zisi shahid bo'lishni kutmoqda. Ular Parvardigoriga bergan ahdisini hargiz o'zgartgani yo'q deyish orqali haqiqiy mu'minlarning Allohga bergan ahdisida rostchil insonlar ekanligini so'zidan yenib olmaydiganligini o'ttirib qo'ygan. To'rtinchidan, Qur'on Karim kishilarni rostchilikka chaqirgan. Alloh taolo Tavba surasida mu'minlarga xitob qilib turib, "Ya ayyuhallazina amanu taqulloh va kunu ma'as sodiqin." Ey mu'minlar, Allohdan qo'rqinglar. Rastchillar bilan birga bo'linglar deydi. Bu oyat haqida Shayx Rashid Rizo rahimahulloh manarda rastchillar deganimiz jihad qilsa jihadida ixlos va samimiyatga esiladigan, ahdi bersa yoki so'z qilsa va'dasi tuturdigan, gunoh qilib tavba qilsa so'zidan yenib olmaydigan kishilardir deydi. Ibn Qayyim rahimahulloh Madarijus Salikin nomli asrida rastchillar haqida mundaq degan: "Rastchillik eng esil qavmning sifatidir. Bu sifatga ega bo'lmagan, bu yo'lda ma'murgan kishilar haqning yo'ldan adashib qoladi. Chunki rostchilik bilan munofiqlar mu'minlardan ayriladi. Davzaq ahli jannat ahlidan ayriladi. Rostchilik Allohning zimindagi qilichidir. U har qanday nohaqchilik va botilni ko'rsa kesib tashlaydi. Rostchilik amallarning asosi, dinning ruhi va Allohga ishonishning eng ro'shan ifodasidir deydi. Demak, aziz qarindoshlar, muborak oy va muborak kunlar turyapmiz. Kundalik turmushimizda, tijoratlarimizda va boshqalar bilan bo'lgan munosabat aloqamizda rostchilikdan iborat bu sifatdan uzoqlashyapmiz. Rostchilikning muhimligiga bo'lgan qarshimizning ojizlayotganligi va bu ishga ahamiyat bermaslik bir qism qarindoshlarimizga ayon bo'lgan bo'lsa-mu,
yana bir qism qarindoshlarimiz bu nuqtaga diqqat qilmayotgan bo'lishi mumkin. Yuqorqi oyat va olimlarning so'zlaridan rostchilikning to'limi muhim, diqqat qilishimiz kerak bo'lgan amal ekanligini ko'rgan bo'ldik. Biz nima uchun kichikina ziyon yoki kichikina manfaat uchun Rabbimiz buyurgan payg'ambar va haqiqiy mu'minlarning sufatiga aylangan bu rostchilikka ahamiyat bermaymiz? Agar bir kishiga yolg'on aytganlik uchun dunyoda ozg'ina jarimani qo'yilsa, balkim yolg'on aytmasligi mumkin. Ammo Rabbimizning rost bilan yolg'onni jannat bilan do'zaxga boradigan kishilarning sufati qatoridan sanab turib bizni ogohlantirishlari ajaba bizga ta'sir qilmas bo'lib ketdimi? Rabbimizning ne'matini umid qilgan, azobidan qo'rqgan holda amr farmonlarga amal qilishga va'da bergan musulmonlar ajaba yolg'onchilik, saxtipazlik, aldamchilik qatorliq ishlarning arasida yamrab ketishiga yo'l qo'yamdi. Nima uchun bundaq illatlar aramizda yuz berdi? Bu savollar balkim har bir musulmon mana shundaq Allohning rahmati keng tarqalib, shaytonlar bog'lanadigan, tavba qilguvchilar tavba qilib olib, odatlanib qolgan, yomon ishlarni tashlab oladigan muborak oylarda o'ylanib beqishimiz kerak bo'lgan eng muhim ishlardan biri bo'lsa kerak. Ulug' Alloh hammamizni rostchilardan bo'lishga, yolg'onchilik va yolg'onchilardan yiroq turishga muvaffaq qilsin. Eng oxirida so'zimni Ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan İmam Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan tuvandagi hadis bilan oxirlashtiraman. Payg'ambar alayhisalom mundaq deydi: "Shubhisizki rostchilik yaxshilikka boshlaydi. Yaxshilik bo'lsa jannatga boshlaydi. Bir kishi har doim rostchil bo'ladi, hatto Allohning nazarida rostchil deb yoziladi. Yolg'onchilik bo'lsa yomonlikka boshlaydi. Yomonlik bo'lsa davzaqqa boshlaydi. Bir kishi har doim yolg'onchilik qiladi, hatto Allohning nazarida kazzoblar qatoridan yozilib qoladi." Ulug' Alloh hammamizga rostchil va solih kishilardan bo'lishni nasib qilsin.